Bu videoda biz dahshatli Darknet saytiga kirib, o'sha qotil klovlarni yana chaqirib ko'ramiz. Let's go. 5-qism. Ha, sizlar noto'g'ri eshitmadingiz. Biz rostdan ham o'sha dahshatli Darknet saytiga yana kiramiz. Va esingizda bo'lsa, klovlardan biri Gambitni ham klonga aylantirmoqchi edi. Va biz endi bildikki, Gambitni klonlikdan qutqaradigan narsa o'sha chekkovli o'yinchog'ini ichida ekan. Va endi bu videoda biz mana shu o'yinchoqqa ichidagi narsani topib, Gambitni klonlikdan qutqarishga harakat qilamiz. Va barcha savollarga javob topish uchun albatta videoni oxirigacha ko'ring. Chimadani nima qilasan? Kim bu? Qamasanmi bu bilasanmi? Yo'q. Nimaga chimadan olsa ketding? Darknet 5-qism. Gambit klonga aylanadimi? To'g'risini aytsam do'stlar, Darknetni bunaqa ko'p qism bo'ladi deb o'ylamagandim. Lekin 5-qism va 5-qismda biz Gambitga davo qidiramiz. Okay, maqsadingizga yetinglar jigarlar. Men normal insonman. Bolalar esingizda bo'lsa, biz bundan oldin Goblin oldiga bordik. To'g'ri Maqsud? Da. Goblin bizga nima dedi? Ana o'yinchoq dedi, shu o'yinchoqni ichi dedi, nimadir dedi. Da, o'sha o'yinchoq ichida bizga kerak narsa chiqargan va o'sha narsa yordamida biz Gambitni klonlikdan qutqarar ekanmiz. Va to'g'risini aytsam, nima bo'lganini bilmayman, shuning uchun ham o'yinchoq chemodanchida bo'lish kerak. O'sha o'ng'ir shuning uchun ham tezroq uyga kirib chemodanchini ochamiz. Let's go. Va do'stlar, mana o'sha chemodan va biz hozir hamma o'zimizga berayotgan savolga javob topamiz. Lekin bundan oldin do'stlar, iltimos sizlardan hozirroq like bosing va Omonxon YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Chunki bilasizlarmi nimaga? Sizlar har soat Darknet chiqqandan keyin keyingi qismni to'xtovsiz so'rasizlar. Ishoninglar, bu menga qiyin. Chunki mana har bitta Darknet videosini olish uchun biz dacharinga olamiz va yana ko'plab xarajat qilamiz. Va bilinglar, YouTube bizga juda mayda pul to'laydi. Ya'ni biz bu pul bilan hattoki bir oy topgan pulimiz bilan bittagina videomizni qoplolmaymiz. Ya'ni hamma pulni biz o'zimiz boshqalardan olib kelib shu videolarni sizlar ko'rib qolamiz. Va shuning uchun ham bizani agar like bilan qo'llab-quvvatlamasanglar, bizda motivatsiya o'lib qolishi mumkin. Shuning uchun hozir like bosinglar. Chunki sizlar like bosgandan keyin 100% sizlar Darknet 6-qism chiqsin deysizlar va mana shu 6-qism chiqadi. Ya'ni nima bo'lgan taqdirda ham sizlar bu Darknet serialining davomini ko'rasizlar va shu davomini ko'rish uchun sizlarga ikkitagina shart. Birinchi sharti, hozirroq videoga like bosing. Ya'ni 105 ming like va Darknet 6-qism chiqadi. Va ikkinchi, eng muhim sharti obuna bo'lish. Do'stlar, ayni mana shu Darknet 5-qismdan menga atigi 33 mingtagina sof obunachi kerak. Mana har bitta videodan qancha obunachi kelgani bor va ayniqsa qaysi payt obuna bo'lganinglarni ham men statistikadan ko'ra olaman. Davlat mana shu payt obuna bo'linglar va men biling obunachilar meni qo'llab-quvvatlashini. Shuning uchun hozirroq obuna bo'ling, 33 ming obunachi va 105 ming like. Nimaki bo'lgan taqdirda ham Darknet serialining davomini olamiz. O'lish mo'ljayi sizlar shartni bajardinglar va endi bolalar, yopinglar hozir. Saytga kirmaymiz. Chunki hozir saytga kirish bizga kerak emas, chunki chemodan ichidagi o'yinchoq kerak. Xo'p, chemodan ochiq. Maqsad ochgan. 100% maqsad ochgan. Shoshma, chemodan ochiq bittasi. Sen aniq ochmading emasmi? Yo'q, men umuman teginganim yo'q. Chemodan faqat qani? O'yinchog'i qani? Shu o'yinchoqni o'tgan safar chekkoni ketqizish uchun ichiga pichoq sanchigandik-ku, shundan keyin qolib ketgandi. Hey! Hamma narsa olish kerak, to'pni olish kerak. Men qayerdan bilib o'tiribman, bu o'yinchoqni prosta kerak emas, bo'ldi, foydalanib bo'ldi deb o'ylabman-da. Uyga kecha borib olishga yoki. Aka, ancha kech video qilganimizga qancha bo'lib ketdi? Shoshma. Aniq moshamdingmi? Yo'q. Qaradingmi o'zi? Meni esimda yo'q, prosta kitobda olgandim, ayiqchani olmagandim. No, okey, Maqsuddan juda ham zo'r bir perfect, qaytmas bir comeback bo'libdi. Rahmat senga do'stim. Endi u yog'i chalkashliklarga boy bo'ladi, sanada biz azob chekamiz. Let's go. Yo'q, stop, qaranglar. Biz Goblin oldiga bordik va Goblin bizga aytdi. O'sha o'yinchoqlik narsani olsanglar, sizlar Gambitni qutqara olasizlar dedi. To'g'rimi? Da. Mana buni tashlab kelgan o'sha narsani. Hammasi men bu klonda aybdor. Bizani qo'rqitdi, shundan keyin men cho'chib tashlab kelganman. Toshot, bu bizdan emas, Toshot. Hozir hop, nima qilsak bo'ladi bo'lmasa? Saytga kirib chaqiringlar qarindoshlar, do'st dushmanlarni. Yana o'tgan safargidek hazil qilib. To'g'risi do'stlar, men qo'rqaman Gambitdagidan. Men buni ichida esa mana o'sha undan oldin safar chiqqan qog'oz va mana bitta ko'plab klonlar. Bilan ichida qanaqadir kelmagani bormi? Yo'q, menmi kelmadi. Bular hech qaysi kelgani yo'qoncha. Faqat men uchrasi keldi. Xo'p, shoshmang. Xo'p, mayli, xo'p. Notebook olamiz. Saytga kirish bo'lsa, saytga kirish. Lekin bu saytdan biz hozir qanaqa klon chaqiramiz? Biz o'zi qanaqa klonlar qoldi o'zi bu yerda? Hozir. Deylik, balki menyuyimiz o'zgargandir. Ikki safardan beri o'xshamayapti o'zi. Qo'shimcha dabavkalar bordir. Gambitga bunaqa temada hazil qilmang. Boya qarindoshlarim do'siz, brat. To'g'risi. Ya, endi qarasizlar, qo'rqyapsizlar, ozgina tilki tushyapsizlar, nasrlarni ko'tarish uchun shunday gapiraman degan. Rahmat, xato. No, hammanglar do'stlar. Men bilmayman bunaqa qilsa nima qilish kerak, lekin biz yig'ildikmi? Mana shu saytga kirib klon chaqirishga majburmiz. Chunki hozir prosta xayrlasha olmaymiz, ishonasizmi? Men video yo'qilgan, hozir men prosta videoni chiqara olmayman, shuncha rasxod qilib. Shuning uchun ham mayli, nima bo'lsa bo'lsin, yangi klon kelsin-da, qo'ldan kelsa bizdan qo'rqitib qolsin.
Qo'rqqanimizda maydonga chiqmasdik. Let's go. Oxirida Sardorni topishimiz kerak biza. Eng asosiy maqsadimiz. Stop, shoshma. Biz hozir Sardor topish esimizdan chiqib ketibdi. Nechtalab klon chaqirib tashladiga. Birinchidan klonni o'sha o'yinchoq tashlayapmiz. Ikkinchidan Gambit botni bizani qiynayapti. Va do'stlar, biz hozir yana o'sha qo'rqinchli saytga kirishimizdan oldin sizlar bitta narsani bilishni xohlagan bo'lardim. Bilgan bo'lsanglar, men yaqinda juda ham katta fan reja qildim va 3 million obunachini biz mana 3400 obunachilarim bilan birgalikda nishonladik. Va bilasizlarmi nima? Biz bu ketishda 100% 10 million obunachiga erishamiz va mana shunaqa brilliant knopkani qo'lga kiritamiz. Shuning uchun ham hozirroq obuna bo'linglar. Va aytgancha, bilasizlarmi, brilliant knopka Amerikadan keladi. Va bilasizlarmi nima? Brilliant knopka kelmasin-da, men o'zim Amerikaga borib olsam-chi YouTube studiyasiga. Chunki O'zbekistondan 10 million obunachi olmanmi, demak, O'zbekistondan bir jiddiy YouTube vakiliman. Va albatta men agarda YouTube knopkani olish uchun Amerikaga borsam, aviabiletlarni aviasales.uz dan xarid qilaman. Chunki aviasales.uz da sayohat uchun biletlar juda ham arzon va kassadan tezroq. Va aytgancha, Amerikaga borib ko'chada qolib ketmasligim uchun bemalol aviasales.uz dan hattoki mehmonxonalarni ham bron qilsam bo'ladi. Xullas do'stlar, sizlarga ham aviasales.uz tavsiya qilaman, foydalaninglar. Men esa hozir Darknet saytidan foydalanishga majburman. Va do'stlar, biz yana o'sha Darknet saytiga kirib oldik. Va qarang mana. Qarang. Ko'chada yomg'ir yog'yapti. Men hech qis klon chaqirganman, bunaqa yomg'ir yog'magan. Voy, jala quyapti-yu. Qani shoshma. Endi klon keladimi, aniq? Hali endi bo'lmasam navbat mana shu Darknet saytiga kirishga va biz o'sha kirib bo'ldik. Va xo'p, qaranglar. Yana o'sha odatiy interfays, mana tralala degan klon, Igor degan klon, bilay, biz bu Gobni chaqirganmiz. Ana endi bo'lmasam yana sizlar pastroq o'tishamiz, balki yana yangi klon. Nima bu? Shoshma. Yo'q, qarang, hozir men buni ustiga bosganim yo'q-ku. Kattaligini qaragin buni. Hop, shoshmanglar. Hop. Ismi Pumba. Semiz klonga Pumba degan ism yashadi. Hop, yoshi ma'lumot yo'q. Bo'yi 188 sm, natija 35. Ya'ni 35 ta klon qilganmi shunda? Odam o'ldirgandir balkim. Hop. 38 ta. Buni semizligini qarang buni. Menimcha ko'p odam yeganidan semirib ketgan. Bunaqa narsa. Sen ustiga bosmading, Darknet har doimgi o'yinlari bular. Bizga go'ja yod bo'lib ketgan, hayron qolish kerak emas-da. Shuning uchun pas ssenariy davom etishi kerak. Nima deysizlar? Agar Darknet o'zi bizga shu klonni chaqirishni yana majburlayotgan bo'lsa, biz qo'rqib taslim bo'lamiz. Yo'q. Chaqiramiz. Yo'q. Shunaqa deyapman-ku, lekin hozir Gambit yana klon qolib bizani qiynasachi? Men qiynadimmi seni? Uka aytma, ko'nglingga ozor berdimmi seni? Klonga eshikni ochib berdingiz-ku, kim ochib berdimi? Qiynaldingmi? Ya qo'rqdim, klon. Qiynaldinglarmi? Qiynalmadik va Davayt ko'rsatmalarni o'qib ko'ring-chi. Просто chaqiraylik bo'ldi. Yana men hozir nomerimni teraman. Har doim deyman men. Ya'ni bu sizlar o'ylab ko'rasizlar, men teraman. Hamma do'stlar, ana endi tezroq telefon nomeri terib, shu klonni chaqiramiz. Let's go. Xullas do'stlar, ana endi hamma nomer terildi va просто chaqirish degan knopkani bossam kelish kerak. To'g'rimi? Da. Na starti turibdi. Mana chaqiradi hozir. Bo'lmasam do'stlar, Darknet 5 qilsam va yangi klon. Ket. Wow. Ket. Wow. Yana har doimgidek umuman chaqirib bo'lmayapti. Hozir ishlamayapti-ku, nima qilamiz, brat yana? Yo'q, men hazillashmayman, rost ishlayapti. Mana qara, mana. O'shamachi o'zim. Uy bilan. Brat, Shoshma. Hamma yo'q do'stimmi? da, hamma joyda o'shdi. Shoshma, qara. Qizuv temalar boshlanyapti. Kompyuterga mazza qilishni qaranglar. Gapirishga ham qo'ymaydi. Qanaqa gapirasiz? Siz klon kelyapti, siz zo'r tema bo'tyapsiz. Qoching mana. Anti qo'y, mana. Chimadan. Bering menga. Kamerani olib oling Gambitaga. Bizning tungi kameramiz qani? Bor, olib chiq yondan. Hop, tashqarida qanaqa klon keldimi? Voy, bilet qo'lim. Ham derazani kim ochib qo'yapti? Hop. Stop, menimcha. Ol buni o'zing sumka qilib bermang chimadanni. Qaqa bekityapmiz chamadonni. Men bilmayman, chimadan qaqa berishdi. O'zi shoshim kimdir keldimi? O'zi yoki biz prosta qo'rqamizmi? Prosta svet o'chdi, tekshirish kerak kimdir keldimi yo'qmi. Har doim o'zi svet o'chgandan keyin klon keladi-da. Birinchi men buni gumdon qilish kerak, qaqadir bekitaylik. Chimandannimi? Ha? Hop, chimadanni-ku bekitamiz, lekin hozir nimaga svet o'chgan bilishimiz kerakmi? Albatta. O'zi svet o'chirmaydi-ku. Hop, sababini qildik o'chdi. Aka chaqirilmadi-ku. Biroz har safar chaqirilgandan keyin u ekran o'z-o'zi yo'q qoladi. Ekran oxirida qotdi. Knopka bosasa ishlamadi, xuddi rasm o'xshab. Demak, yangi обновление bor. Shoshmang chiqaylik, qop tashqariga chiqaylik prosta. Mana qaranglar. Stop, jim tur. Qanaqa qo'shiq ovozimi? Demak, faqat bizda o'chganmi shunda? Atrofda o'chmagan. Kirchi bu yoqqa. La o'rtoqlar.
Har doimgidek svetuvchi klonlar kelish boshlandi. Hech kim yo'q, prosta hech kim yo'q. Va nimaga faqat kelib bizni svet ochdi? Brat, Bu qanaqa bu qiz bu qanaqa bu? jim bo'lib qoldi. Nimaga qarabdi? Shoshma, nimada ko'rib qoldi? Selim tinchlim. Brat. Ket. Kim bu? Men prichom emasman bu yerda, iltimos. Bu qanaqa klon? Qiz bola bu. Hop, saytda ham yo'q edi bunaqa klon. Jamiyatdagi saytda ham yo'q edi bunaqa klon. Qiz bolaligi meni xursand qildi. Ha, sizga hazil bo'lsa bo'ldi. Voy, nima qilyapsan bizda? Bor ket. Yuzini yaqindan qarasın. Qo'lidagini qarang. Qo'lida o'yinchoq. Bizning o'yinchoq ana. Bular qaramaylik bizdan ko'rib qoldi, nechtalarimiz bo'lib qoladi. Shikir tez. Ol. Eshik bizga, ha? Eshit. Yo, panjarasi bor mana, temir. Giperaktivda ya. Yo, shoshma. Nima dotdi bu? Nima kerak senga? Xafa qilma, meni dotdi. Nima xafa qilamiz biz buni? Jinnimisan sen? Qo'lingdagi so'p tepa chiqalik, biz tepa chiqalik. Ketdik. Bu eshik yopiq, kirolmaydi so'z. Da. Derazalar yopganmisizlar? Deraza yopiq. Yo'q, bolalar. Bu hazil emas bu umuman. Ikkinchidan, biz o'z chemodanni bizdaligi endi 100%. Ya'ni bizda chemodan bizdaligini ko'rsatib qo'ydik уже. Vohira aytdim deb o'yladik tiyildi tushundim. Aka, vaqt o'ydi. Chet уже o'chgandi. Qarang, men qanaqa o'ylagandim? Klon chaqiraman, o'sha pumbamida nima edi, anu semizmidi? O'sha klon chaqiraman, klon kelgungacha aka har doim bizda vaqt bo'lgan. Biz har doim vaqtimiz bo'lgan. Har doim oldindan yashirib qo'yganmiz. Hozir qarang, Tим более biza Pumba degan klonni chaqirdik. Bu qanaqadir qiz bola. Da, rostdan ham. Qo'lida ayiqchamiz bizani qidirib yurgan. Bu meni chaqirgan bo'lsa, nega qiz bola keldi? hop tikko oyog'i bundan nima qotdi? Xo'las, savollar вообще ko'p. Birinchi chemodan yashirish kerak. Hop, bu yoqqa kelinglar bo'lmasa. Yo'q, mana bu shkafga yashiramizmi? Ya bu shkafga bilinib qoladi-da, lekin Tepasigacha, bo'yi pastroq edi. Ha, da. qaramay deysizmi? Ko'rinmaydi-da. Da, kallasi ham kelmaydi. Vot, umuman ko'rinmayapti. Aniq ko'rib, lekin uzoqdan qarasa ko'ryapti-da. Amal bu tarafga bilmaydi demoqchisiz. Hop, qarang. Kitobni yashirdik. Endichi Bilsang, oldingilari bilan ozgina gaplashsak nimadirlarni tushunardik. Bir gaplashib ko'rmaylikmi? aka, bu gaplashadigan so'z yo'q, bitta menimcha. Yo gapiryapti, xafa qilma meni deyapti, chamadan deyapti. Maqsud sezasanmi? Boydamir akam qichib qotdilar. Qiz bola bo'lsa, zo'r bola, qiz bola kelgani. Sizga prikol bo'lsa bo'ldi. Qara, qiz bolani ko'ngliga olish osonroqdi-chi, o'g'il bolaga qaraganda. Sherigimmi deng, eng yaxshisi. Qara, kulvordi bilan. Tushunarmanmi? Ey, kulvordi. Hamayli, hop, qarang. Hop, ana endi hazilsiz jiddiy aytganda, esingizda turibdimi? Yo'q. Esingizda kim bo'lsa? Yo'q. Esingizda turibdi-ku, kim? Qo'l izi u. Da, qo'l izi. Qanaqa odam turib ko'ryaptimi, ey? Qo'l izi bu. Kulib turibdi ekan, brat. Yo'q. Bor yaqindan ol. Sezmadim ham. Mana bitta turibdi ekan. Zo'rdan bu qo'l izi bo'lib ko'rindi. Papona? Do'stlar, to'g'risini aytsam, qani shoshma. Birinchi o'rinda like bosinglar. Chunki bu videoga 105 ming like va albatta obuna bo'linglar. Chunki bu videodan menga 33 ming yangi obunachi kelish kerak. Shuning uchun iltimos hozir bo'shatib bajaring. Chunki bu serial davomi bo'lishi kerak. Chunki qaranglar qanaqa yangicha klon ekyapti. Ishi yopiqmi? Da, yo'q. Tegin brat. Omoniki gambit eshikni ochmoqchi. Yo'q, albatta. Gamitiga bog'lab qo'yamiz lekin. Seryoz bog'lab qo'yamiz, lekin eshik ochmang iltimos. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu klonni qo'lida Chikkoning ayiqchasi bor. Bizga mana shu ayiqcha kerak. Shuning uchun ham biz bu klonni haydab yubormaymiz. Ya'ni bu klonni yashnab o'tirmaymiz, chiqib gaplashib ayiqchasini olishimiz kerak. Ayiqchasi qarang, qani? Ayiqchasini ko'rdingizmi? Men ko'rmabman buni. Derazaga yaqinlashsam, beliga bog'lab olganmi? Qo'lida ayiqcha turibdi. Biz plan qildik, ayiqchani olsak baxtli bo'lamiz. Men ham xuddi shuni aytaman. Lekin qanaqasiga olamiz? Qarang. Hey! Isming nima? Ism bormi? Meni ism bormi? Kel, men ko'ngilni olib beraman senga. Bu Ismingiz nima? Brat. Qo'rqyapman. What is your name? nima bu? Voy, Shoshma, nima dotdi? Xafa qilma meni. Qara, xafa qilma. Mencha buni xafa qilyapmiz. Brat, kelinglar bu yoqqa. Men даже fikrim noaniq bo'lib qoldi. Qo'lda qattamami ayiqcha va bo'z bo'yashni qanaqasiga biz olamiz? Biz Pumani chaqirdik, qiz keldi. Qiz ham bekorga kelmadi. Biz ayiqchani unutib qoldirganimiz uchun qiz как будто bizga olib keldi.
Yo'q, qaranglar bizga yordam berayotgandimi, bilmayman. Что bari o'ziga mazza qilib, ana razvecheniyasi uchun bizani o'ynatadi, bilasanmi? O'yinlar bor. Ha, yana biz qo'rqayotganimiz ko'p ulamazda qilib. Ha, kanalga o'xshab. Omon aka. Nima? Ha bu qiz bola klon sakrab tepaga chiqib ketdi. Ana qarang, mana qarang, eshitdi. Jinnimisan, qardosh? Ovozni eshityapsizmi? Shoshma. Jinnimisan? O'tirmashib tepaga chiqib Nega ketdi. ham derazani ham ochding? Ey, kitob tepada-ku. Давай to'xtanglar, yuraylik. Qaraylik kitob. Brat. Brat, qochib ket, tashqari. Ket. Gambit aka yuring. Gambit aka. Qoching, brat. Yo'qol. Bo'l, ket, yo'qol. Bo'l, bu yoqqa, Maqsud, bu yoqqa. Qayerdadir yashab olish kerak. Bля, Gambit nima qolib ketdi? Ichkarida. Gambit. Yo-moyo. Bu yoqqa mana kim edi, biladi, oyog'ining qatlab yuribmiz. Bu do'stlar, Gambit yana qolib ketdi. Nimaga qolib ketaveradi Gambit? Yana menimcha uni ko'zi oqarib qoldi. Ko'rdingizmi ko'zini? Men ko'zini ko'rganim, ko'zi hali oqargani yo'q, biladi, tuhmat qilmang, ya. Ayiqcha yana tim bo'li. Biz o'sha ayiqchani olib qo'yishimiz kerak uni qo'lidan. Hop, oyoqchani olishni yaqinlash kerakmi? Oldiga bora olasanmi? Shu qichqirayotgan, shallaqlik qilib tashlayapti, oldiga bora olasanmi? Menimcha bizga yordam kerak. Mana shunaqa vaziyatlarda bizga kitob yordam beradi. Kitobdan ma'lumot olish uchun kitob olish kerak. Da. Hop, kitobga boramizmi o'zi? Qanaqadir Gambit chalg'itib tursa zo'r bo'lardi bizani. Gambit klon bo'lib yotibdi. Bu yoqdan ko'ra chiq, qarab bor, ancha qarab ke. Shu tamyom o'zi. Lekin to'g'ri tushunmayman nima qilish kerakligini, do'stlar. Umuman tushunmayman. Mana bu klonni vonitda bo'ldi, baqacha. Qot qolma Maqsud. Qoching. Kir. Yo-moyo. Qoch, yoping. Yo-moyo. Qara. Qara. Shoshma. Onasini ertaga sirtib yonmasa. Ucha chiqishmi? Shuni yonish kerak emasmi buni? Nima bu? Gambit aka, brat. Gambit aka. Gambit aka. Voy! Yo. Stop. Gambit. Yaqin, yuzlarimni ko'rmayman. Gambit. Yaqin. Fanar tut. Gambit aka. Brat. Labiga nima qildi? Stop. Tishlab oldimi labidan ham bu klon qiz? Nima qilding Gambitni? Qara. Ko'zini olgana. Gambit aka. Nima qilding Gambitga? Nima qilding? Brat, kitobni Gambit topib bergan bo'lsa-chi bu klon qizga. Chunki Gambit bilardi kitob qayerdaligini. Day tekshiraylik, brat. Chiq. Kitob post kelib qoladimi deyman-da. Chimidan ochiq. Oching. Bilak kitob o'g'irlagan. Yo'q, bo'ldi. Mana qog'ozni nima qilamanmi? Kitob o'zi joyidanmi o'zi? Da, do'stlar, kitob joyida. Va bizga hozir Tikkoning eng nozik joyi degan oyoqcha kerak. Va bu klon ismini dash bilmaymiz ham, ha? Da. Ismini aytmadimi? Men shuncha payt baqirib ham. Faqat meni xafa qilmanglar deb yuribdi. Просто Gambit ko'rdinglarmi og'zini? Og'zidan tishlab olgan Gambit. Gambit og'zidan tishlagan deydimi? Qon bo'lib yotibdi-yu. Ha, qizi og'zi qonmas-ku, ikkalasining og'zi qon bo'ladi. Nima qildi unda? Qayerdan bilaman? Balkim og'zidan qon kelganda biladi. Hop, shoshma qara. Kitob shotda, baribir o'sha savol joyida qoldi, Maqsud. O'sha savol joyida qoldi. Tez bitta xonaga yashirin olaylik biza. Bilib, mana buni qara, hech bo'lib yo'q. Uy ham vashshi g'alati. Hali ham o'sha savol joyida. Aynan Tikkoni o'yinchog'i bundan nima qotdi? Kim bu? Может, bu sevgilisi uchun qasos olishga kelgandir bizning oldimizga. Hozir sen aytmoqchisanki, bu qiz Tikkoni xotini Da. va biz Tikkoni xafa qilganimiz uchun bu bizdan qasos olishga keldi demoqchisan. Shunaqami? Da. Bunaqa bo'lganda bu buni aytardi-ku, aytmayapti-ku. Faqat xafa qilmanglar mani. Biz unga nima qildik-ku, xafa qilmanglar. Naborot. U yana Gambit klon qotdi. Va qaysi paytda ko'rgansan Gambit klon bo'lganda og'zidan qon kelganini? Menimcha shuncha paytdan beri Gambit klonga aylanishni boshlardi va endi prям juda ham mana kuchaydi. Odamda kasallik bo'ladi-yu, kuchayib boraveradi. Demak, Gambit borgan sari haqiqiy klonga aylanib demoqchimisan? Da. Yo'q, hamma savoliganchalik emas, shoshma. Bu qanaqadir yechim bo'lish kerak. Biz hali Goblin aytgandagidek o'yinchoqni ichini hali ochganimiz yo'q. O'yinchoq olish kerak, tushunsanmi? Maqsad shu bizda. Kim bu? Brat. Kim? Klon. Gambitga sizmisiz? Bu Gambit emas. Давайте faqat Gambit biladigan savolni berib ko'raylikchi Gambitga. Ochga.
Qarang, Gambit aka, agar rostdan siz bo'lsangiz, biz hozir nima qilamiz o'zi вообще? Bekinib o'tiribsizlar. Yo'q, o'zi nima qilamiz? Nimaga keldik biz bu dachaga? Darknetni 5-qismini olamiz. Xo'p, bo'lmasa qarang, videoni boshida aytdim. Qancha like bo'lsa, bu videoning keyingi qismi chiqishi kerak. 105 ming. Topdi. Da Gambit. Ochgan. Nima ishonmayapsan? Nima qildim men sizlarga? Shoshma. Ay, orqamga mana mix bor ekan kirib ketdi, bilat. O'zini o'zi qo'rqitib yuribdimi bu? Brat, Orqamga tish urdi. siz nima bizani orqamizdan yugurib qochmadingiz? Sanlarga shu savol. Nimaga meni tashlab qochasanlar har doim? Mana orqangdan kelyapman, ishingni yopib qo'ygansan. Ishingni yopib qo'yib, sog'liqxonangdan bir nimadir. Orqamdan mix kirib ketdi, do'stlar. Buni hammasi tabiat tomonidan senga berilgan jazo. Meni xafa qilganing uchun. Hammasi to'g'ri ekansiz. Shoshmang. Gambit aka, qarang, siz o'zi juda g'alati tutasiz. O'zi qarang mana. Bu birinchi marta emaski, biz ham o'zi qo'rqishni ozgina kamaytirdik. Lekin og'zingizni qarang, mana qarang. Qizil bo'lyapti og'zingiz, bilatim? Qarang. Pomada emas-da, bu oqyapti. Tishlab olgan. Nima? Qulpini yuvdim bu. Siz ataylab qizil voy. Men qayerdan bilay, qayerdan og'zim qizil. Sal nima menga eksponatdek qarayapsizlar? Brat, og'zingizni ko'rdingizmi qizarayotganini? Men seni ham labing qizil. Bor, Maqsud, arqonni olib kel. Bor. Men olib ketaman, bor. Yo'q. O'rtoqlar, klon qani bu? Hali ham shetda bu. Eshikni och. Ochmayman senga eshikni. Siz xohlagan paytda bizga dushman bo'lib qolasiz. Va siz umuman tanolmayapsiz buni, cho'sin? Havo qochganicha bu odamni. Qarang, Gambit aka, sizdan iltimos. Masjidga sizni bog'lab qo'yamiz. Mana mametlar temirda mana. Uni sudrab yursangiz ko'chaga chiqa olmaysiz. Adavut. Ket! Nima oldingsan? Sindirasan o'z eshikni. Och eshikni. Yo'qol. Mendan yomonlik kutyapsanmi? Qanaqa qilib tushuntiring sizga buni? Mana qarang, klonni ko'rasizmi? Balkim ayb sanlarni ko'zingdadir. Aka, kamerachi. Kamera haqiqatda oladi. Ya'ni menga ko'zimga nima ko'rish mumkin, jinni bo'lib qolsa, lekin kamera jinni. Tushuntirsiz ko'zingizda mana. Sanlar aytayotgan narsalar men ko'rmaganman. Kadrga tushgan narsalar, как будто bu AI. Qarang, agarda bizani do'stimni bilsiz, iltimos, mana siz bog'lab qo'yinglar, turing. Biz hal qilamiz. O'sha o'yinchoqchiga narsa olib siz tutamiz. Talashmangda o'tiring, bo'ldi. Hozir. Maqsud arqonni olib kel. May. Ber arqonni. Nima bo'ldi? Nima baqishar qo'ysan? U pastda ham mana eshikni sindirmoqchi, u bor kuchi bilan harakat qilyapti. Eshikni och deb. Hop, ichkarida nima qiladi u? Bilmayman, menimcha yana Gambitni oldiga kirmoqchi. Gambit oldiga kirib nima qiladi u jinnimiz, ha? Gambitni ko'zini oqartirib klon qilmoqchi-yu, bu klonlarning hammasi. Boylab qo'ymasdan ham просто chiqmasdan o'tiring, sen ham o'tiraveraman. Aka, siz o'zingizdan emassiz. Shoshma, yaxshilab bog'lamayman. Chiqim katta arqon olib tegimdi. Seriyozmi? Bundan chiqib ketasiz-da. Eng qizig'i arqon hovlidan qattiq olib kelaman, hozir men arqon. Pastda, Chemodanni ber. Nima? Chemodanni ber. Chemodanni nima qilasan? Chemodanni ber. Bilet. Chemodanni ber. Hop, bu chemodanni berdi-yu. Ketmayapti ham-ku, qo'ldagi o'yinchoq bir malom olish kerak-da. Tushunasizlarmi? Qo'ldagi o'yinchoq olish kerak. Mana shu o'zi bilan qattiqroq bog'lab o'rish kerak ekan bittanimcha. Ishonmam uka, sen meni boylab ketganingga qaraganda, seni yoningda bo'lsam, meni ko'proq foydam kerak. Qanaqasiga? Sen ishongin uka. Nima qilasiz? Ay qo'yga o'xshab boylab ketmagan, men sen yoningda yuraman, все нормально. Qo'yga o'xshatganlar. O'tgan safar ham Gambitdan bizga chikkoni ushlab turishda yordam bergan. Вот и все, jigar. Qaragini yomonlab turdi, yaqinishdan qarab aytadi. Yo, men Gambit tarafman-da, brat. Hozir Gambit klonga olib kelib nima qilasan? Keyin o'sha paytda bog'lab qo'yamiz. Demak, hech qachon bog'lamaysizlar meni. Bir marta ishondingiz, ishonamiz. Let's go! Nima qilyapmiz? Missiya nima? Mana bu oyoqchani olish kerak. Qara. So'zlariga e'tibor ber. Xafa qilma meni. Xafa qilma. Xafa qilma meni. Brat, xafa qilmaslik kerak-da. Qalbiga to'g'ri yo'l topish kerak. Chiqamizda, sekin boshini solib, o'zim bitta erkalab beraman. Shu paytda sekin o'yinchoqni tortib olamiz. Xafa qilma deb turibdi. Xafa qilish kerak emas, sizni uni xursand qilish kerak. Nima, prosta shunaqa qilsak bo'ldi deb o'ylaysizmi? Singlim yaxshimisiz? Qarang, chiroyliligingizni, qalbingizga yo'l topmoqchiman. Ha, maylimi sizni bir yarim tez bo'lsa, ozgina bundoq boshini silab yaxshi gapirsak, xafa bo'lmaydi, xursand bo'ladi, tushunsan? O'sha paytda prям tik oyoqchani olamiz. Qarang, lekin bu rejizam o'xshamasa, birat ishonch kutmang-da. Men qo'limdan kelganini qilaman, jigar. Davay, qani ko'ramiz. Hop, eshik ochdim lekin, Gambit aka qarang. Let's go. Qo'rqma, jigar, men borman. Davay Gambit aka, sizga ishonamiz. Yana eshitib ovozni. Biz chiqyapti tashqari. Chiq, Maqsud orqada qolib ketdimi?
Qanaqa chiroyli bilan. Chiroyliman. Sen chiroyli emassan, o'zi qo'rqinchlisan. Ha, qo'rqinchlisan. Bu jahli chiqargan. Chiroylisan. Sochlaringni qara chiroyliligini. Kiyimlarini qara yarashganni omo. Xo'p. Ko'zlarini qaragin chiroyliligini. Shunaqa ham chiroyli qiz bo'ladi. Tirnoqlarini qaragin. Wow! Men bunaqa ledi ko'rmaganman. Shirinligini qara. Chiroyliman. Voy, vobshe chiroylisiz. Qoshlaringizni qarang, terilgan. Menimcha o'xshamaydi. Qarang, Chiroyliman. menga yoqib qoldingiz. Maylimi sizga sevgi izhor qilsam? Qo'llaringizni bundoq qiling. Tirnoqlaringizni qarang chiroyliligini. Mana bunisini ham ko'rsating. Bu qo'llaringizga bor-ku. Yarash. Chiroyliman. Ha! Chiroyli keling. Ya, Sen beni chiroyimdan foydalanmoqchimiding? Mahkamda qasot emasman. Gambit aka. Qasot emasman. Kel. Bo'l, kel. ya. Bo'l, kel. Ay! Bunaqa bola baqirmasin. Bular qiz bola baqirsa boshqa qo'rqar ekan odam. O'tirib qo'ydim-a. Qancha o'xshadi-yu detsil, to'g'rimi? Harakat qilib berdim-u. Uncha olamandik-da, lekin Ey chiroylisiz deydimi? Menga Chiroyliman. menga turmushga chiqing deydi. Gambit qanaqadir klon o'ylamoqchi. O'zi aslida bor-ku. Ha. Holatimiz juda yomon, lekin Gambit qilayotgan ishlar vashshi kulgili. Lekin eshitdingizmi? U men ukamdek sodda emasman dedi. Mahkamda qasot emasman. Qo'lida chikkoni qo'g'irchog'i bo'lsa, demak ukasi chikko bo'ladi. Shunda ukasi uchun qasos olishga kelgan bizning oldimizga. Shoshma, qara. Hozir shunday kelib chiqyapti-ki, endi hozir bizning taxminimiz bo'yicha bu Chikkoning opasi va biz ukasini xafa qilib tashlaganimiz uchun opasi qasos olishga kelyapti va chemodanni so'rayapti. Qasos olishga kelgan odam просто kelib turib bizlarni qo'rqitib, biram yo'q qilib ketmaydimi? Boya aytdim-ku, o'yinchoqni olib kelgan bizga. Kakta, anu Chikko eslasang, men sizlarga oxirgi marta yordam beruvdim. Endi sizlarga yordam bermaydi. Chikko emas, uni Kobra aytgan. Voy, ko'pligidan eslayam yo'q. Kobra bizga aytgandi. Men sizlarga yordam berishga harakat qildim. Ana endi men sizga yordam bermayman. Как будто bu ham shunaqa yordam berayotganda, tipa. Ha, ya'ni biz o'sha payt foydalanmadik. Mana ana endi shuncha klonga ko'rimiz qolib ketdi. Hozir foydalansak deb yaxshi bo'ladi. Da, qalbiga yana ham yo'l topishdi. Da. Nima qilasiz endi bu safar? Shuncha qilsa endi bu safar qanaqa yo'l topmoqchisiz? Unga sen yoqsan omon. Xullas bolalar, qaranglar, menda reja bor va bu ham bo'lsa, bizni tuzoq qo'yishimiz kerak. Ya'ni qaranglar, hozir biz oldiga aksiyon olib qo'ya olmayapmiz. Agarda bizni, men qarang tepani ko'rsam, shu to'rani mashti bir entiri bir to'r bormi bizda, lekin pardami to'r bormi maqsud? Ada boya men podolda ko'rgandim. To'r i arqor ham bor edi. Bo'lmasa, podoni olamiz, to'rni qo'yamiz. Mametga mana Mametga chemodanni qo'yamiz va eshik ochamiz, o'zimiz uzoqqa ketamiz. U ko'radi, chemodan deb kelib, qorong'i-ku bu, zimistonni ko'rmaydi. Buni to'r bo'rlashib qolgan payti biza kelib turib, o'sha to'rni tortib, sudrab, o'yinchoq ovoz bo'ladi. Genial! Hozir просто qarab turganimizdan ko'ra mana shu versiya yaxshiroq va undan keyin o'yinchoq ichki narsalarni olib Gambit sotamiz. Vot! Mana shu plan bo'yicha ishlaylik. Birinchi marta videodan nimadir olib yutaylik. No, hozir biz nima qilamiz? Kimdir chalg'itib turish kerak-ku. Axir Gambit aka. Qanday jigar? Sizlar bemalol podolga tushib, kerakli bo'lgan asbob, uskunalarni olgan holatda mashaq kesinglar, shu yerda ko'rishamiz. Bo'pti. Chiqing. Men bularga cho'rnovoyman. Xohlagan narsasini qildiradi. O'zi chiqaman dedi-ku. Popona, chamadon mandaki. Let's go. Chiroyliligingni qara, to'xta, uzoqroq tur iltimos. Tashqarida. Ana. Juda ham chiroylisan. Chiroyliman. Ayiqching ham zo'r. Sochlaring o'zingga yarashgan. Qoshlaringni qara, bay. Ebla bo'lmayapti, bo'la qolinglar. Kulishingga alohida 5. Bo'ldi, maqsud. Faqat yuguramiz, tushundingmi? Da, juda chiroylisan, ebla bo'lmayapti. Bu. Nima ko'ryapman? Nima? Stop. Bu xato. Brat, ishla qo'shilmasin. Qamasanmi, bilasanmi? Yo'q. Nimaga chimadan olib ketding? Ulat. Qanaqadir boshqacha issiq buni terisi. Yo'q. Nimaga kelding? Qamasanmi bu? Do'stlar,
chemandan tashlab ketdi va ketdi. Hamma klon bizga dushman bo'ldi. Nima? Yana nima yomonlik qilib keldi? Manda bas, hammasi o'rnidan. Kim bu? Mana ismim men aytaman. Ismingiz nima edi popona? Oy. Ismga qarang, ham chiroyli, ham qo'rqinchli. Izabella. O'ylaymanki, qalbingizdan joy topdim. Nima hammasi? Nima jinnimi bular? Yo'q. Sizlarga yordam beraman. Mana. Nima? Mana bu. Hamma klonni qo'rqadigan narsa. Nima bu? Bu qanaqadir qizil boshsakmi bu? Nimasidan qo'rqadi buni? Ko'rsatsam bilasan. Ko'rsatsam bilaman. Hop, men shu bilan yordam bermoqchiman demoqchimisan? Mana qurbonim bo'lasanmi? Qosilmas ekan jigar. Ey, mamma. Klon yo'qmi oldingizda? Bu bulaqonlarning bu. Mana uni. Nima? Bu nima bo'ldi? Kim? Nima kelmayapti? Jinni bu so'zsiz baqiryapti. Bu bizga baqiryaptimi? Bu nima qo'yibdi bu? Uxlov. Kimda? Bundan o'zaro o'tiradi. Bizlarni yo'q qiladi. Gambit bizlarni yo'q. Ey, sen qatdan gapiryapti bu gap. Qatdan gapiryapti. Ben qo'lingdagi nima? Mashina berdi hozir. Ben boshqa chalg'itib tura olmas edim buni, to'g'risi. Nimaga? Mani o'ldiradi. Kim seni o'ldiradi? Bre, ketdik. O'zi sizlarga yordam berdi. Tezkin qochaylik. Kim? Mana. Qoching. Yürü. Voy bana. Rostdan qo'rqar ekan. Bu nima bu? Bundan qo'rqdi lekin, ha? Bundan qo'rqar ekan bu. Nima baloli bo'pti, jigar? Qaraydi. Hozir nima qilyapti? Goblin bizga yana yordam berishga keldi va mamuni berdi. Va bu narsa hozir bizani qutqardi, to'g'rimi? Lekin mamun bilan qo'rqitib o'yinchoq olib qo'ysa-chi? Undan ko'ra tuzoq qo'yaylik, men bilan nimaga oldik? Mana nima ekan o'zi ekanlar? Men bilmayman, aka qarang, menga berdiki, klonlar bundan qo'rqadi dedi. Men senga aytdim, mana shu bola yaxshi bola bizga qarashyapti dedi. Shu bola chemandan tashlab ketdi, nargis kelib turib sizni klon qildi. Bu yaxshi bola. Va xushvaqt do'st, iltimos, hozirroq like bosib qo'yinglar va albatta 105 ta like kerak bu videoga. Davayt sizlar men so'ragan like beringlar va bu videoning davomi chiqadi. Va biz bilishimiz kerak. Bular nimalar bo'lyapti o'zi? Men masalan tushunmay qoldim. Qarang, mana sizlarga ham videoda tushunarsiz bo'lib ketmadimi? Tushunarsiz bo'layotgan bo'lsa, tushunarsiz deb yozinglar. Hozir o'zida kommentga tushunarli yo'q, hammasini tushunamiz, nima qiziq bo'lib ketayotganlar, qiziq deb yozinglar. Men bila olaman shundan. Endi to'g'riroq kel. Va shunaqa qilib bir amallab tuzoq uchun to'rimizni ham o'rnatib oldik. Tort. Ana. Da. Mana. Qarang, prosta keladi-ku. Mana bunaqa qilib bersa bo'ldi. Shonsa endi deb men buni tortib sinib tushirgan muhimi, mana bu ichida ozgina vaqt bo'ladi, shonsimi? Biz o'sha paytda bundan foydalana olsak bo'ladi. Ana endi chemodan olib kelish kerak. Va bu paytda biz chemodanning ichidagi kitobni boshqa joyga berkitib, bo'sh chemodanni o'zini klonni chaqirish uchun qo'yib qo'ydik. Endi poponani ushlaymiz. Shuncha yer kelayotganimiz yetadi. Keladi. Bo'ladi shu paytda Gambitga qarang. Sizga ishonsak, Aha. mashta qolib qiz klon kelsam, momentda poylab turasizda, shuni chiqib qo'ldan o'yinchoqni ola olasizmi? Конечно. Chunki hammamiz qolsak ko'rib, nimadir bo'lganini biladi-da, qo'rqadi. Da. Bekinib turaman. Usha beraman sizlarga o'yinchoqni olib beraman. Let's go. Eshigi uchun ochish kerak. Eshik qulfini ochamizmi? Davay. Eshik ochdim, Gambitga qoldirib ketaman. Kamerani tashib ketayim. Mana kamera ol maqsud sana. Bu hamma yoqda kamera o'ziga ko'ra olamiz nima bo'lsa. Ketdik. Gambitga faqat iltimos borib qiling. Yaxshilab turing. Hamma yopish kerak. Agar biz hozir shuncha tuzoq qo'yib ham goblin bergan yordamdan keyin foydalanolmasak, biz просто tak yuribmiz, ishonsangmi? Odamlar bizga shuncha aktiv yuryapti. Buni oqlash kerak, ishonsangmi? Bilaydi. Gambit jim bo'lib qoldi. Hozir tuzoqqa qaraylik.
yana klon, yana klon. Yana ko'zi oq. Eng qizig'i даже goblin etdi. Что, yo'q, Gambit точно klon, u sizlarni yo'q qilib bo'ldi. Ishonmanglar bunga dedi. Ishonmanglar bunga dedi. Hop, endi nima qilamiz? Hozir ko'chaning eshigi ochiq, chimadan turibdi. Agar hozir omadimiz uzoqqa tushsa, ishonasanmi? Ha, shoshma, kitob olib kelish kerak edi. Qolsa mashina. Постоянно. Gambit aka. Agar hozir ham stop. Biz hali bu videoda kitobdan yordam so'ramadik, ha? Da. Shoshma, biz nimaga kitob? Ha, bu vashi Chikko, mana shu Chikko, buni akasi yoki ukasi, shu o'yinchog'i shu uchun unga. Mana. O'lim daftari, hop. Kobraning o'yinchog'i. Bu o'zim klon. Yo-mayo. Bu yozuvlarning ko'pligini ham qarang. Qizilda ham yozgan. Oho. Bu meni qiz bola klon, to'g'rimi? Da. Hop, qara. Shoshma, o'qish kerak. Isabella bu eng qo'rqinchli va eng qo'rqmas klon. Chikkoning opasi. Ana endi tushunamiz. Isabella klon, buni oldiga kelgan bo'y uzun Chikkoning opasi, ya'ni demak bu ukasi. Hop, mayli, hop. Shu sababdan o'yinchoq bo'lsa, mana nima bu buncha katta narsa? Xo'sh, Isabellaning otasi akasi Chikkodan haqiqiy qotil klon yaratish uchun faqat unga bor e'tibori va mehrini bergan. Qiz otasining e'tiborini qozonish uchun qo'rqinchli sirlarni o'rganib, u kabi shafqatsiz bo'ldi. So'nggi sinovda otasi akasi Chikkoni o'ldirishni buyurganda, qiz haqiqatni angladi. U hech qachon otasiga kerak bo'lmagan va faqatgina otasiga qiz emas, qurol sifatida kerak bo'lgan. Qasos o'ti bilan yongan qiz otasini o'ldiradi. Baji Chikko kuchli edi, bilasizmi? Agar otasini o'ldirgan bo'lsa, bu undan ham kuchli. Ammo bu ish bu g'alati qiz uchun ozodlik emas, balki cheksiz vijdon azobi. O'z qo'llari bilan o'z qonini to'kkanini anglab yetgan qiz qilib qo'ygan ishidan dahshatli afsus cheka boshladi va qilgan jinoyatidan chalg'ish uchun otasini o'sha qonli kostyumidan o'ziga kiyim yasagan edi. U tunlari qotil klon niqobi ostida ko'chalarga chiqib, o'zining ichki og'rig'ini o'zgalar qoni bilan yuvishga urinadi. Ammo niqobni yechgan har lahzada u o'zidan nafratlanib, yanada tushkunlikka tushib boradi. Demak, bu mana shu qiz bola klon ismi nima ismi? Isabella. Demak, bu mana shu Isabellaning tarixi. Demak, hozir qara. Shunaqa bo'ldiki, bu Chikko uchun bizdan qasos olishga kelgan bo'lishi mumkin. Men buni o'qigan, u vijdon azobi qiynalib, shu uchun tipa u otasini o'ldirib qo'ygan uchun qolgan hammani qiynash kerak degan emas-ku. Hozir eng qizig'i mana shu Isabella o'zi qilgan aybi uchun bizdan ham jazolamoqchimi? Давайте, brat, boyagi qanaqadir bosh suyakdan qo'rqayotgandi. O'sha orqali o'ziga qarshi kurashsak bo'lmaydimi? Всё, men ideya bor. Sen mana shu qol. Mana Gambitdagi Bilet, hech foyda yo'q Gambitdagi. Mana shunda boya qo'rqqani? Hal qilish kerak buni. Alo. Ha? Mani oson qo'lga tushirmoqchimi deydi? Yo'q. Qo'lga tushirmaysan. Yo'q. Nimaga bu bilan qo'rqotdi? Nima bu? Nima bu? Yaqinlashma! Chimadani nima qilasan? Etasanmi yo'qmi? Etmaysanmi? Etmasa. Nima bu buncha? Nimaga buncha bossan? Bizni sen haqingda bildik hammasini. Men qotilman. Sen noto'g'ri ish qilgani yo'q. Sen pursa qilishing kerak bo'lgan ish qilding. Lekin nimaga bu ish hammani bunaqa qo'rqitib yuribsan? Men gaplashmayman, do'stlar. Men gaplashmayman. Men o'zim qo'rqaman, ku. O'sha qilib turib ketaman, bilet. Eng qizig'i mana nima edi bu skelet? Nima edi bu narsa? Gambit degan qildi. Gambit aka. Nima bo'pti? Nima bo'pti hamma yoqqa? Maqsud, men gapirmaysan, nima edi u? Men qo'rqib ketaman. Men nima qildim hozir unga? O xudoyim, bu ham ketmaydi yig'lab. Jahl chiqib ketdi buni. Qani? Shoshmay ko'rdim kadrda? Yo'q, mana bu taraf. Bu tarafchi. Ovozi ham chiqmayapti. Ketdimi? Yo'q, u ketmadi hamcha. Agar svit yonardi ketganda. Ha, bittada yonmasa kerak endi svit. Beslet yamayapti. Chimadan beraman keyin. Yo'q,
Hozir boshida qiz klon keldi, to'g'rimi? Da. Mani xafa qilmanglar dedi. Gambitni klonga aylantirdi. Hammanglar Gambit klonligi biz уже ko'ndik. Shuni sachqanga harakat qilamiz. Undan keyin bizga goblin kelib, mana bu qanaqadir qizil bosh chanog'ini berdi. Hamma klon shundan qo'rqadi dedi. To'g'rimi? Biz uni oldik. Ma'mur rostdan qo'rqdi. Hozir o'shani sindirdim, ana bo'lib qoldi. Undan keyin otasini eslatdim, yig'lab yubordi. O'yinchoq olmoqchi edim, lekin yig'lab boshi jinni bo'lib ketgandan keyin olamadim. Endi nima qilaman men? Gambit yotibdi, Gambit oldi chiqish kerak. Uyga kirib keldim chalo qiz. Uyga kirib kel, jahl chiqib. Kamerani och. Oshi balon chiqaryapti. Bo'g'oz eshik sindiradi bu. Bu kim bu? Bu yana boshqa klonmi? Darknet 6-qismni ko'rish uchun sizlardan so'ralgan obuna va laykni yig'inglar. Va agarda Darknet 6 tezroq chiqishini xohlasanglar, kommentariyaga 6 sonini qoldiring. Qani ko'ramiz, qancha odam bu videoni kutayotgan ekan.